Samsung Galaxy S26 Ultra pulni arziydimi yoki yo'q? Shu savolga javob topamiz. Smartfonning dizayni svetini aytmaganda oldingi modellardan unchalik farq etmaydi. S24, S25 Ultra modellari chetlari 4 mushadi, buni esa chetini timaloqroq etib ishlabdilar. Ivlora qaraganda anchagina yengilroq. S26 telefonida hali shugacha hech qaysi telefonda bo'lmagan privacy display o'rnatilgan. Bu funksiyani yoqib qo'yganingizdan keyin yoningizdagi odam ekraningizni umuman ko'rolmaydi. Bu degani ekranni tonirovka qo'ydirishingiz shart emas. Lekin afsuski bu telefonning batareyasi 5000 mAh. O'zi oxirgi 7 yillikda Samsung hammasi 5000 mAh dan o'tmagan. Men bu safar boshqacha natija kutdim. Lekin tan olish kerak, Samsung bu safar kamerasini zo'r fokus qaratibdi. Endi super stabilizatsiya funksiyasi mavjud. Bu funksiyani yoqib derpat video olasizmi, yugurib video olasizmi, bo'ychib tushib video olasizmi, umuman farqi yo'q. Videoz umuman kaltramaydi. Bu telefonimiz haqida aytaman desam gap ko'p. O'zlaringiz do'konimizga kelib, qo'llaringizni ushlab bemalol J-Mobile telefon do'konimizning barcha filiallaridan eng arzon narxda 1 yillik kafolati bilan xarid etsangiz bo'ladi.